Rahmat aka. Iloji bo'lsa, yana tibbiy olib kelmayman, aka, kattalik bo'lmasa. Okey. Anaqa jim mulozamat qilyapsiz, tanishisizmi deyman? Yo'q, hech qanaqa tanish emaslar. Endi men sizga bitta voqea aytib beraman-da. Qarang, men 2013-yil institutga kirgan yil ham o'rtog'im bilan, ikkita o'rtog'im bilan Olmaotaga ketganmiz, Qozog'istonga. O'shanda biz nima ish qilishni bilmay, pul topamiz deb qiziqib, yoshmiz, qiziq qolmiz. O'shanda biz ofitsiantlik qilishga qaror qilganmiz. O'sha yerda har xil muammoli vaziyatlarga tushib qolganmiz. Pulimizni bermagan, kimdir ishdan bo'shatib yuborgan, kimdir eplolmagan ishchi. O'shanda biz Toshkentga qaytganimizda -$300 bilan qaytib kelganmiz. Pul topaman deb. Pul topaman deb zararga kirib ketganmiz. Ofitsiantlik ham og'ir kasb ekanligini, ya'ni bu kasbga ham alohida mehnat talab qilinishini men tushunib yetdim. Hammani ham qo'lidan kelmas ekan. Bunga ham alohida mahorat kerak ekan. Men shuning uchun ularni hurmat qilaman. Mana shu Olmaotaga borib kelganingizni bilmagan ekanman, bor. Buni ko'pchilik bilmaydi. Gap yo'q edi.